Agar siz 2 hafta izchil sol qo'lingizda tishingizni chot qilsangiz, nima ish yuz berdi? Balkim 2 haftadan keyingi natija sizni hayron qoldirishi mumkin. Massachusetts tabiiy fan va sanoat fanlari sho'yani mundaq bir tajriba ishlaydi. Ular fidoyilarni odatlanmagan qo'li bilan tishini cho'tqilashni buyurgan. Natijada 2 haftadan keyin mangni tekshirish natijasida ularning cho'ng mangisining o'ng so'l tarafini ulaydigan rayonning jonliqlik darajasi o'ylamag'an yerdan 40% oshgan. Lekin bu yana eng hayron qolarliq emas. Chunki bu fidoyilar ziyoratni qabul qilganda biz burun faqat cho'ng mangimizning yarmini ishlatib turgan degan. Uning ustiga bu ish 2019-yili nerv ilmidagi muhim bayqashning birisi bo'lib qolgan. Da Vinci qoldirib qo'ygan qo'l yozmada ko'rsatilishicha, u so'l qo'li bilan rasm siza oladi ekan. Yana o'ng qo'li bilan xat yoza oladi ekan. Hatto bir vaqtda ikki qo'lini ishlatib ish qila oladi ekan. Tesla bo'lsa texnik hayron qolarliq bo'lib, u izchil holatda mashq qilib, asli bir o'ng qo'l ishlatadigan odamdan ikki qo'lini ishlata oladigan odamga aylangan. Tarixshunoslar nurg'un uchurlardan foydalanib dunyoga ta'sir ko'rsatgan shu dongli talant egalarining, masalan, Da Vinci, Tesla, Michelangelo qatorliqlarning o'rtaq bir aloyidlik, ya'ni bir qo'lni ishlatishga odatlanmaganligini, o'ng so'l qo'lini o'rtaq ishlatib, o'ng va so'l mangisini hamkorlashib xizmat qildirganligini bayqagan. Bu bo'lsa cho'ng mangini qayta qurish texnikasi. Agar biz haddidan ziyoda bir qo'limizni, hisobda o'ng qo'limizni ishlatishga tayinib qolsak, biz faqat cho'ng mangimizning yoshirin iqtidorining yarmini ishlatgan bo'lamiz. Yana bir tarafi bo'lsa, hisobda uzun mezgillik uyqu holatiga kirib qolgan bo'ldi. Yellow Dashuning dokladida ko'rsatilishicha, har qanday bir odatga odam odatlanmagan qo'li bilan ish qilishni boshlasa, 30 kundan keyin cho'ng mangida ajoyib cho'ng o'zgarish bo'ldi ekan. Qanundaqda bugun biz gapni tish shotqilaydigan qo'limizdan boshlab cho'ng mangni fizikal qatlamdan o'stirishni ko'rib boqaylik. Avval biz nima uchun bizning cho'ng mangimizdan qo'l almashtirish degan ishga intayin qarshi turadiganligini tushunib boqaylik. Siz shuni bilishingiz kerakki, cho'ng manga badan ig'irligining faqat 2% ni egallaydi. 20% energiyani xo'rtadi. Shunga tadrijiy taraqqiyot jarayonida bir qo'lni ishlatib ko'ngan cho'ng manga tuyuqsiz qo'lni almashtirib ishlatgan shu daqiqadan boshlabla kalvolashib ketgandek, ishlamay qolgandek bo'lib qoladi. Hatto mag'lubiyat tuyg'usi sababdan cho'ng manga qattiq ochiqlanish hissiyoti kirib qoldi. Bu amaliyotda cho'ng mangining ichki qismidagi mudobialanish signali bo'lib, Massachusetts tabiiy fan va sanoat fanlari sho'yanining tadqiqotchilari bu xil holatni jiddiy holat deb atagan. Chunki siz odatlangan holatni buzib atingiz. Asli uyqu mezgilligi cho'ng mangni majburiy uyg'otdingiz. Shu sababdan cho'ng manga vaqtliq buning ko'nalmadi. Tadqiqot statistikalari odamni texnik hayron qoldirgan bo'lib, bir o'ng qo'lni ishlatib ko'ngan quramiga yetgan odam agar majburiy so'l qo'lini ishlatib ko'nsa, faqat 2 hafta ichida o'ng so'l cho'ng mangni tutashtirgan ko'rikni yasab chiqqan bo'ladi ekan. Bu chaqda Pengjining jonliqlik darajasi tuyuqsiz 40% ishib ketgan. Undaqda Pengjiti degan nima? Mundaq deganda u cho'ng mangdagi yuqori suratli tosh yo'l bo'lib, millionlagan nerv hujaylardan tarkib topgan. Siz bir qo'lingiz bilan ishlatganda bu yuqori suratli tosh yo'l hisobda quruq holatda turgan. Ammo shundaq siz odatlanmagan qo'lingizni ishlasangiz, bu yuqori suratli tosh yo'lda 2 manga o'ttirsida uchur olmishga boshlaydi. Undan boshqa odatlanmagan qo'lda oddiy faoliyatlarni izchil qilishning foyzi intayin ko'p bo'lib, cho'ng mangining texnik yaxshi ichilishgan. O'ng so'l 2 mangining aloqa almashtirishining tezlashishiga foydali ekan.